Narxini qancha qilib beramiz? Do'stim 5900 oxiringiz. 5900. 5900 tochkasi. Lasetini puliga yaxshi holatda Gentra topib qo'yganmiz. Videoni oxirigacha ko'rasiz, bitta like bosib turibsiz. Kapot holatiga keladigan bo'lsak, chaqa-chuqalari bor ekan. Faqat narxi juda ham qiziq, videoni oxirigacha ko'rasizlar. Demak, bu Lasetti, bu Gentra qilingan ekan. Даже motorigacha Gentra motor qo'yilgan. 1.8 emas, bu 1.5 to'liq Gentraning motori. Marhamat, bitta oldin ko'rsatasiz. Arzonga qo'yilgan qo'yilgan ekan. Amerikanga farq qo'yilgan. Yaxshi ekan. Tak, diskasi Gentra diskiga qo'yilgan, balonlar yangi ekan, yumshoq balon qo'yilgan. Tak, mexanika mashinamiz, kontrollar yo'q ekan. Ashkalarga yaxshi baho berasiz, hoja qilingan. Probegi qancha dedingiz? Ha? Probeg. 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 Monitorlari bor ekan. Motor yangi qo'yilganda. Motor almashganligi uchun, to'g'rimi? Motor almashgan deyaptilar. Bagajda bosib yuboringda. Orqalarini ko'rsin, o'tira falargacha qo'yilgan ekan. To'liq Gentra qilingan, tashqi tomoni ham, ichkisi ham, даже motorigacha. Gazi bor-a? Ha. Gazi propan bor ekan tabletga. Taxmissiya qildirib olasiz o'zingiz uchun. Narxini qancha qilib beramiz? Do'stim, 5900 oxiringiz. 5900. 5900 tochkasi, ha? Necha vaqt gaplashdik, 5900 oxiri deyaptilar, chunki Lacetti ham o'zi 6000 dan yuqori turibdi. Endi Gentra izlaganlar uchun do'stlar bu videoni telefon raqami ayting. 77lik 291 13 16. 16. Lekin Gentra sotuvda. Telefon qilib baraka qilasizlar, mashina arzon juda ham puliga arziydi.